Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sankt-Peterburg, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus va mikroavtobuslar qatnamoqda. Bizda arzon va qulay. UzAvto Humotrans xizmatidan foydalaning. Ekranda ko'rib turgan raqamga qo'ng'iroq qiling va bog'laning. На земле царит мир. Голода больше нет. Zulm yo'qoldi. Zamin gullab yashnamoqda. Halollik, ezgulik va vijdoniylik umum qabul qilingan axloq me'yoriga aylandi. Barcha halol, oqko'ngil va hurmatli insonlarga aylandi. Bizning dunyo hech qachon bunchalik mukammal bo'lmagandi. Samoviy mehmonlar. Faqat endi bu dunyo bizniki emas. Sayyoramizni o'zga sayyoraliklar ishg'ol qildi. Kelgindilar sayyoramizdagi deyarli barcha odamlar jismiga o'rnashib oldi. Omon qolgan ozchilik odamlar ham tinimsiz ta'qib ostida. Iltimos, biz bilan yur. Sizga yordam bermoqchimiz. Ehtiyot bo'l. Faqat o'zingga shikast yetkazma. Senga ozor yetkazmaymiz. Hech qachon. Yo'q. Birorta sog' suyagi qolmadi. Shikastlanmagan a'zosi yo'q. Nima uchun hali ham tirik, hech ham tushuna olmayapman. Bu jonzot yashashni xohlayapti.
Xush kelibsan. Men Hakim Forsman. Seni kim deb chaqiray? Ko'plab olamlarda ko'plab hayot kechirgansan. Sendek jahongashta odamda albatta ism bo'lish kerak. Meni darbadar deb chaqir. Ishga kirishsa bo'ladimi? Hozir emas. Albatta, hakim janoblari. Yo'q. Men o'lmadim. Hammasi to'g'ri. Men hali ham shu yerdaman. Bu jism senga tegishli emas. U meniki. Yo'q. Meniki. Yangi dunyo haqida senga nimalar ma'lumligini bilmayman. Yer sayyorasidagi deyarli barcha jismlar biz tomonimizdan samarali ishg'ol qilingan. Biz egallab olgan barcha sayyoralar kabi dunyoni o'zgartirmaymiz. Balki uni o'rganamiz va yaxshilaymiz. Nima deb o'ylaganding? Osonlikcha taslim bo'lishimni kutganmiding? Biroq isyonchilar guruhi ham bor. Ular bizni dunyoga tahdid solmoqda. Bu jism egasi ham isyonchilardan biri edi. Xotiralarni o'rganishim kerakmi? Ha, shu orqali qolgan isyonchilarni ham topishimiz mumkin. Ovora bo'lasan. Ogohlantirib qo'yay. Aksariyat jismlar osonlikcha taslim bo'ladi, biroq ayrimlari kurashishni to'xtatmaydi. Uni ismi Melanie Strider. Luizianada tug'ilgan. Birinchi hujum davrida butun oilasi bilan qochib ketgan. Keyinchalik ularni iziga tushgan. Faqat otasini topishgan. Dushman qo'liga tushmaslik uchun o'zini o'zi o'ldirgan. Bolalari hayotini xatar ostida qoldirgan. Shundan buyon Melanie tinimsiz qochib yuribdi. Yo'q, boshqa gapirma. Gapirishga haqqing yo'q. Iltimos, o'tinib so'rayman. Qarshilik qilyaptimi? Jeyni. Uni ismi Jeyni Strider. Sendan nafratlanaman. Afsus, seni o'ldira olmayman. Nima uchun qarshilik qilyapsan, buni tushunaman. O'zing yashayotgan olamdan mahrum qilishdi. Lekin biz butun insoniyat farovonligi uchun qayg'uryapmiz. Buni o'zing xohlagancha atashing mumkin. Lekin qotilsizlar. Ring desang so'yib tashlayman. Mayli. Tezroq o'laman. Ko'zlarimga ishonmayman. Odam ekansan. Qayt! To'xta! To'xta!
Shoshma. Ko'zlarimga qara. Ko'zlarimga. Men odamman. Xuddi sendek. Ustimdan tush. Kechir. Men Jared Howeman. Seni qo'rqitmoqchi emasdim. 2 yildan beri tirik odamlar bilan gaplashmagandim. Menimcha anchadan beri o'pishmaganga o'xshaysan. Melanie, Strider. Uzr, meni kimdir kutib turibdi. Yolg'izmasmisan? Ukam kutyapti. Juda och qoldi. Shu uyga yetib olguncha 2 soat yurdim. Seni o'zim eltib qo'yaman. Ancha tez yetib olasan. Yugurganingdan ancha tezroq. O'zingni hech narsani his qilmagandek ko'rsatyapsanmi? Aslida unday emasligini bilaman. Shoshma. To'xta. Sen qilayotgan ish noto'g'ri. Buni o'zing ham bilasan. Jared Howe bilan uchrashib qolgach, Melanie va ukasi unikiga ko'chib o'tishdi. Ular tashlandiq shaharchada yashashardi. Biz u yergacha hali yetib bormaganmiz. Bo'la qol. Voy. Ularni qurshab turgan dunyoda nimalar bo'layotgani haqida deyarli unutib qo'yishgandi. O'shandan beri mendan bir marta ham bo'lsa olmading. Melanie. Bunga majburmassan. Qanday tushuntirsam ekan? Ehtimol biz oxirgilardirmiz. Hatto biz yer yuzidagi oxirgi erkak va ayol bo'lsak ham hech narsaga majburmassan. Мужчина и женщина на планете, ты не обязана. Но я хочу. Ты прикасаешься ко мне. И я не хочу, чтобы ты останавливался. Иди лучше спать. И ты ложись со мной. Я хочу сказать, что у нас есть время. Нам это неизвестно. У нас может быть месяц, день. В любой час нас могут захватить. У нас есть только сейчас. Darbadar. 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 Ha, xonim. Anchadan beri indamay qolding. Sevishganlarmi? Odamlar biz avval bosib olgan mavjudotlardan keskin farq qiladi.
Ularda jismoniy istaklar favqulodda kuchli bo'ladi. Doim hushyor bo'l. Xo'p. Qidiruv guruhi yaqinlashayotganini sezib qolishdi. Ularni ko'rib qolishmadi. Lekin ketish kerakligini tushunishdi. Keyin esa ular bu joyni tanimayapman. Lekin ular uchun xavf-xatarsiz joyda. Umid. Ketishdan avval ukasi bilan tashlandiq mehmonxonada qolishdi. Jared bo'lsa olis yo'l uchun oziq-ovqat topgani ketdi. Tezroq yur. Bo'la qol. Shu yerda o'tir. Sen bilan boraman. Ularni chalg'itib tezda qaytib kelaman. So'z beraman. Jim o'tir. Qimirlama. Yo'q. Endi sen ham bilasan. Hamma narsaga tayyorman. Keyinchi. Hozircha shu. Ko'p narsani biladi u. Harakat qilaman. Harakat qil darbadar. Yo'q, yo'q, yo'q. To'xta. Bunday qilma. Yo'q, buni ko'rmasliging kerak edi. Hech narsani bilmaysan. Ularni o'ldirishadi. O'chir, o'chirib tashla. Hoziroq. O'tinaman. Buni ko'rmasliging kerak edi. Sekin. Shuncha narsani ko'rganingdan keyin ham ularga yordam berasanmi? Kutilmagan tashrif. Qara kim keldi. Yoqimli tashrif, xonim. Orqamdan poylayapsizmi? Mabodo kerak bo'lsam degan xayolda. Rostida, g'irt yolg'onchi u. Bu yerda nima qilyapsan? Havo almashtirish foydali deb o'yladim. Havo? Adashmasam, oxirgi sayyorang ham suv bilan qoplanganda. Bir haftadan beri ma'lumot ololmayapsan. Axir isyonchilarni qayerdaligini bilasan. Agar yo'q deyish qo'lingdan kelmasa, jim tur. Ket. Ularga achinyapsanmi? Yerliklarga. O'zingchi achinmaysanmi? Boshqa hayotingda shunga o'xshash narsalarni his qilganmisan? Ular zolim. Bir-birini o'ldirishadi, sayyorani nobud qilishadi. Shuncha yashashgani ham mo'jizadek gap. Lekin menda xushxabar ham bor. Jared Howe'ni tasvirlab berganing bizga yordam berdi. Uni ko'rishgan. Hademay topishimizga ishonaman. Yo'q!
Xonim, juda afsusdaman. Nima qilayotganimni bilmay qoldim. Chunki u sen emasding. Seni xatar ostida qoldirdik. Bu jism egasi bo'ysunmas ekan. Seni boshqa xotirjamroq jismga ko'chirish kerak degan qarorga keldik. Hozirgi gapini to'g'ri tushundimmi? Bu jismga nima bo'ladi? Xotiralar qidiruvi bilan boshqa kimdir shug'ullanadi? Umi? Senmi? Ha. Kerakli ma'lumotni qo'lga kiritmagunimcha bu tanamni muzlatib turishadi. Keyin Melanie Striderni nima kutyapti? O'zi juda xohlagandek uni o'lim kutyapti. Odamlardan farqli ravishda biz insoniy yo'l tutamiz. Uni to'xtat. Nimadir qilsang-chi. Boshqa kim bunga rozi bo'ladimi? Yo'q. Uni Fort Worthga o'tkazishdi. O'zingni ayblama. Faqat sen bunday emassan. Bunga ko'pchilikning irodasi yetmaydi. Qachon? Ko'chirib o'tkazish ertaga belgilangan. Bugun hech kim senga ziyon yetkazmasligini kuzatib turamiz. Yoki o'zing kimgadir. Iltimos, o'lsam ham menga barabar, lekin uni tanamga kiritmayman. Melanie, burchimni bajarishim kerak. Yo'q, to'g'ri yo'lni tanlashing kerak. Ular oilamni yo'q qiladi. Jeymi bilan Jaredni o'ldirishadi. Darbadar yo'ldoraman. Balki boshqa kim yordam berar. Ehtimol, lekin uni oldiga qanday borishni bilmayman. Uni topishimiz kerak. Zudlik bilan bu yerdan ketishimiz kerak. Ikkilamizmi? Ha. Eshikka kursini suyab qo'y. Yo'q, aylantir. Lekin bundan nima foyda? Boshqa chiqish yo'li yo'q. Yo'q, bor, u yoqqa. Bo'la qol darbadar. Olg'a. Och. Bo'la qol. Qo'lingdan keladi. Unchalik baland emas. Qo'rqinchli emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'siqdan osh. Endi sakra. Sakra. Qo'rqaman. Yaxshiyam men qo'rqmayman. Sus. Darbadar, ahvoling yaxshimi? Sal qolsa bizni o'ldirarding. Qoch. Nariroq tur. Darbadar? Uzr. Mashina o'g'irlash kerak. Xavotir olma. Buni ham hadisini olganman. O'zimga qo'yib ber. Sengami? Nima qilyapsan? To'xta. Sekin. Yordam kerak emasmi? Mashinangizni berib turing. Iltimos, juda zarur edi. Albatta. Boshqa yordam kerak emasmi? Hammasi shu. Rahmat. Juda ishonchli model. Yaxshi boring. G'alati nayrang. Bu nayrang emas. Biz aldamaymiz. Bir-birimizga ishonamiz. O'yin kulgi qilishni umuman bilmaysizlar. Qayoqqa ketyapmiz? Seni Fort Worth'dagi boshqa hakim yoniga olib ketyapman. Seni tanamda qoldirishga rozi bo'lgan taqdirimda ham baribir tutqun bo'laman. Lekin tirik qolasan. Seni yaxshi ko'rgan odamlar ham bor. Haligi ayolni tanimayman, lekin hech ham ahmoqqa o'xshamaydi. Ertami kechmi qayoqqa ketganingni bilib oladi. Bizga xarita kerak. Yo'lni men bilaman.
Nega ma'yus tortding? Iztirobli xotiralarmi? Ahvolimni tushungandirsan. Tushunib turibman. Hamma muammo shunda. Jism bilan his-tuyg'ularimga ham ega bo'lasan. Qo'shib sotilgandek. Qayerdamiz? O'zing menga ayt. Axir rulda sensan. Bizni boshqa tomonga boshlayapsan. Meni chalg'itish uchun miyamni xayollarga to'ldiryapsan. Xonim to'g'ri aytgan. Odamlarni umuman tushunib bo'lmaydi. Senga yordam bermoqchi bo'lsam-u, rahmating shu bo'ldimi? Fort Worthga boramiz. Yo'q. Endi yurmaydimi? Yurmaydi. Boshqa bu yog'iga nima qilamiz? Yuramiz. Qayoqqa? Men bilan yurishing mumkin. Yo orqangga qaytasan, keyin ikkalamizni ham o'ldirishadi. Buni oldinda reja qilgansan. Va'da qilganman. Qaytaman deb ukamga so'z berganman. To'rt ahmoq ekanman. Endi senga umuman ishonmayman. Men ham senga qanday ishonishim mumkin? Senga nimani xohlayotgan bo'lsang, shuni beryapman. Yaqinlarim hayotini xatarda qoldirib, seni ular tomonga boshlab ketyapman. Sharqqa boramiz, tezroq. Iz qoldirma. Toshlarning ustidan yur. Meni dog'da qoldirmoqchi bo'ldinglarmi? Suvni ehtiyot qil. Senga kerak bo'ladi. Hozir hech kim kelyapti. Anchadan beri yuribmiz. Ularni qanday topmoqchisan? Ayt. Cho'lda tog'amning uyi bor edi. Tirik bo'lsa ularga qo'shilmoqchi edik. To'g'ri. Men o'ylagandarim uzoqda ekan. Yana qancha yura olishimni bilmayman. Lekin juda ichkarilab ketdik. Qaytishdan ham ma'ni yo'q. Bo'la qol qizaloq. Melanie, bo'la qol. Qizaloq, bir og'iz gapir. Jack og'a. Bizni
kimni topdingiz? Bizni? Jeymi. Jared shu yerdami? Ular tirikmi? Axir kimnidir ko'rdim degandim-ku. Nega unga suv berding? O'lib qolmasin dedim. Jeb tog'a, men shu yerdaman. To'xta, Kyle. Nima? O'shalardan bittasi-ku. Ha, bunga shubham yo'q. Lekin u jiyanim bo'ladi. Edi. Hammasi ancha murakkab, Ian. O'zim soddalashtiraman. Men ham. Mayga xola. Mayga xola. Bizni zaqillatolmaysan, haromxo'r. Ey xudo, ular meni ko'rishmayapti. Faqat seni ko'rishyapti. Sekinroq, Maggie. Shashtimdan qaytarmoqchiginam. Buni orqasidan butun boshli qo'shin keladi. Men hech kimni ko'rmayapman. Men shu yerdaman. Men shu yerdaman. Adolatsizlik qilma. Ketdik. Hayot hamisha adolatsiz, Magnoliya. Boshingni ehtiyot qil. Qayerdamiz, Darbadar? Menimcha bog'ichni yechish mumkin. Ey xudo, shuncha odamlar bor ekan. Biz hali yengilmadik. Jared. Jared tirik. Sekinroq, Jared. Jibida. Bilaman, o't ichida qoldik. Lekin boshqalar xavfsizligi haqida o'ylashimiz kerak. Avvalgilardek uni ham o'ylab o'tirmay o'ldiramiz. Shunisi ma'qul, Jib. Yo'q. Jeymi. Hech qanday iz ko'rmayapman. Axir uchib ketmagandir. Darbadar o'z ismini oqlayapti. Uni topsak, isyonchilarni ham topamiz. Darbadar. Ular bu jismda men ham yashayotganimni bilishmaydi. Bunga ularni hech qachon ishontira olmaysan. Baribir ishonishmaydi. Joningni qutqarish uchun aldayapsan deb o'ylashadi. Ey xudo. Bizni o'ldirishadi. Kechir.
Yo'ldan qoch. Yo'limni to'sma dedim. Uni bir umr asirlikda saqlolmaymiz. Qochib ketadi, keyin ularni boshlab keladi. Seni urgim kelmayapti, Jared. Afsus, majbur qilyapsan. Yo'q. Sizlarga men kerakman. Men kerakman. Unga tegmanglar. Orqangga qayt, qayt! Unga tegmanglar. Faqat nafas ol. Bo'la qol darbadar. Kurash. Tezroq o'ldir. Xayrli kech. Minnat qilayotgan bo'lsam uzr, lekin bu meni uyim. Sizlar esa mehmonimsizlar. Demak, u ham mehmon. Mehmonlarim bir-birini o'ldirishiga yo'l qo'ya olmayman. Jet, u o'lish kerak. Buni ovozga qo'ydik. Sizlarga bu yer demokratiya emas. Balki diktatura. Sezilarsiz diktatura, lekin baribir diktatura. Uni nima qilishni o'ylayapsan? Ulardan birortasi qaytib kelganini hech qachon ko'rmagandim. Shuning uchun bu yerda ortiqcha o'ralashmanglar. Agar birortangizga ko'zim tushsa, so'rab o'tirmayman. Endi o'zim navbatchilik qilaman. Faqat kichkinani yaqinlashtirma. Menimcha darbadarni qidirish shart emas. Biz tanani topishimiz kerak. Halokatda jiddiy shikastlanmagan bo'lsa, qanchaga chidashi mumkin? Nazarimda bu mavjudotni joni juda qattiq. Lekin hamma yoqni ko'zdan kechirish kerak. Madad kuchi so'rayman. Ham quruqlikdan, ham havodan tekshiramiz. Ular shunchalik xatarlimi? Axir har jihatdan ustunroqmiz. Hali ham senga jahl qilyapti. Baribir kechirim so'raysan. Yo'q. Bilaman. Lekin unga o'zing birinchi tashlanding. Menimcha qidirishni to'xtatishdi. Undan boshqa hammasi. Jeymi. Ukajonim. Kimligimni bilasanmi? Sen Jeymisan. Lekin sen Melanie emassan. O'sha kuni opamga nima bo'ldi? Qaytaman deb so'z bergandi. Tirikligimni bilmaydi, lekin nima bo'lganini bilishga haqqi bor. Yosh bola emasman. Iltimos. Sen bilan Jaredni himoya qilish uchun o'zi halok bo'ldi. Hakimlarimiz jismini davolab, unga meni joylashtirishdi. Omon qolgan boshqa odamlar qayerdaligini bilishmoqchi. Sen isming bormi? Meni darbadar deyishadi. Qayerda tug'ilgansan? Boshqa sayyorada. Bu nimasi axir? Jeb, senga aytgandim-ku. Bolani yaqinlashtirma deganding, hozir esa teskarisi. Jeymi, bu Melanie emas. U qaytib kelmaydi. Lekin tanasiga azob beryapsiz. Yaxshisi keta qol, Jeymi. Bizga ancha yordam berding. Jared. Jeymiga o'zim qarab turaman. Ishonaver. Biz bunga qaraymiz. Unga ishonmayman. Balki u ham ayg'oqchidir. Unda men ko'rgan eng g'alati ayg'oqchi bo'lsa kerak.
Janjalda Kayl bilan o'rtanga tushdi. Jonini saqlab qolishni, keyin qochib ketishni o'ylayapti. Nahotki Kaylga yaxshisi meni o'ldir deganda shuni o'ylaganmidi? Ajoyib reja. Sizlarga nima bo'lyapti o'zi? U bizning dushmanimiz. Buni esingdan chiqarma. Shafqatsiz odam ekansan, uni o'ldirishimga sal qoldi. Buni ahamiyati yo'q. U odam emas. Ke? Unda biz ham odam bo'lmaymiz. Ha, ulkan sayyora. Eshitaman. Shu hududda odamlar borligi aniqlandi. Zudlik bilan qidiruv guruhini jo'natamiz. G'alati, to'g'rimi? Tasodifan bu yerni topib olganman. Aniqrog'i o'zi meni topgan. Jarlikka qulab tushdim. Shu g'orlardan chiqaman deb o'lishimga sal qolgan. O'xshashi yo'l g'or. Bu yerga mendan boshqa hech kim yetib kela olmagan. Shu yer mening ovlog'im. Ko'zdan pana joy. Shu yer bo'lmasa allaqachon halok bo'lardik. Shunaqami? Shunaqami darbadar? Ajoyib aks sado beradi. Isming ancha uzun ekan. Qanday qisqartirsak ekan, a? Umrimiz qisqa, ayniqsa hozir darba. Agar seni boshqacha chaqirsam-chi? Xo'sh? Anni. Energiya quyoshdan, yerdan, nimadan olish mumkin bo'lsa, hammasidan olamiz. Bu vulqonni so'ngan deyilsa ham, aslini olganda haqiqatga unchalik to'g'ri kelmaydi. Ehtiyot bo'l. Yiqilsang, keyin odam bo'lmaysan. Xayrli kun, xonimlar. Anni, vanna seniki. Ha, bo'ldi, chiroylisan. Hamma ko'zoynak oldimi? Ha, Taqishni unutmanglar. sen usiz ham kelgindilarga o'xshaysan. O'zingni odamdek his qilish yoqimli-a? O'xshamagan hazil bo'ldi. Diqqat, havo kuchlari. Biz aloqadamiz. Ixtiyoringizda hamma narsa bor, xonim. Ko'p narsani ko'rgandirsan, lekin aniq bilaman, bunaqasini ko'rmagansan. Ishongim kelmayapti. Lekin qanday? Ko'zgu bo'lmasa bunday mo'jiza yarata olmasdik. Hamma jabni jinniga chiqarganda, qaysi jinni bunday qila olardi? Hademay o'rimga tushamiz. Tezroq bo'lsa yaxshi edi, g'alla tugayapti.
Bu yerda hamma seni qidiruvchilar ayg'oqchisi deb o'ylayapti. Ularni tushunaman albatta. Unda nima uchun bu yerdasan? Nimani o'ylaganingni hech ham tushuna olmayapman. Cho'lga bir o'zing kelding. Qochib ketishga umuman imkon yo'q. Agar bu yerga ayg'oqchilikka kelmagan bo'lsang, unda nega kelding? Sizlarni kallamizga joylashayotganda biz hali ham mavjud bo'lishimiz haqida o'ylab qoldim. Lekin tuzoqda bo'lamiz. Xotiralar tirik bo'lsa, demak o'zimiz ham tirikmiz. Ishonchim komil, ayrimlar kurashsiz taslim bo'lmaydi. Men taslim bo'lmasdim. Men ham taslim bo'lmasligi aniq. Men o'zi uchun, qadrli odamlar uchun kurashishga doim shay turgan. Aniq bilaman. Bunday mehr muhabbat aql idrokni o'zgartira oladi. Ko'ngil uchun tushingga kirmagan ishlarga bel bog'laysan. Ehtimol Jared va ukasi senga ham qadrli bo'lgani uchun shu yerdadirsan, a? Senga Anni. U hammasini tushundi. U jinni emas. U daho. Unisi ham, bunisi ham. Dunyoning ishlari haqida ko'p o'ylab qolaman. Faqat men emas. Hamma shunday deb o'ylaydi. Berkinmay qo'ya qol, Jeymi. Jeb tog'a. Bu yerdaligimni qanday bildingiz? Oynalar. 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 Qoyalarda nimadir bor. Tezroq! U yerda odamlar borligi aniq. Lekin faqat o'zimiznikilarni ko'ryapman. Bu yerda hech kim yo'q. Rahmat. Ketishdi. Bu ko'pga cho'zilmaydi. Jared bilan qolganlar hali ham u yoqda. Jeymi, balki sen mehmonni qo'riqlarsan, ha? Nima qilishim kerak? Shunchaki unga qarab turasan. Vassalom. Bu yoqqa. Yosh bolaga o'qlangan qurol berib bo'lmaydi. Berganim yo'q. Diqqat, mutanosiblik tekshiruvi boshlanmoqda. Hamma mashinadan tushsin. Bizni qayerga boshlayapti? Xonaga ketmayapmizmi? Osmonni sog'inyapman. Shuning uchun balki sen ham sog'ingandirsan deb o'yladim. Faqat juda sekin. Bo'ldi, o'tir. Ko'zingni ochishing mumkin. Bu qanaqa yulduzlar?
Avval bu yulduzlar turkumini ko'rmagandim. Bular yulduz emas. Oddiy tilla qo'ng'izlar. Jim o'tirish kerak bo'lmasa, o'chib qolishadi. Yulduzlarni sog'insam shu yerga kelaman. Juda chiroyli. Ani. Jeb tog'am seni shunday chaqiryapti. Tog'am Melaning haliyam tirik deb o'ylayapti. Sen ichingda ekan. Jeymi, Shunaqa ham bo'ladimi? Bo'ladimi, Ani? Nega javob bermayapsan? Melaning haliyam tirikmi? Iltimos javob ber. aytgan gaplarimni unut. Unga ayt. Qaytaman deb so'z berganmidi? Ha, Melanie biror marta so'zda turmaganmi? seni yaxshi ko'raman, Mel. U ham seni yaxshi ko'radi. Tirikligidan juda xursandmiz. Har doim shunaqa bo'ladimi? Odamlar ham qolaveradimi? Yo'q. Melaniechalik emas. U boshqacha. Juda kuchli. Va'dasini bajarishga harakat qildi. Sen yordam bermasang va'dasini bajara olmasdi. Bu aniq. Rahmat, Ani. Bu sirimiz bo'ladi. Xayrli kech. Yordam kerakmi? Menimcha kerak. Bo'la qol, ko'tar. Hammasi joyidami? Ha. Tez haydamanglar. Ha, albatta. Nihoyat yetildi. Yegan noningni oqlaydigan payt keldi. Tezroq dalaga boringlar. Salom, Jeymi. Anni. Ani? Ha? Anni.
Nega sendan ko'z uzmayapti? O'zing nega qarayapsan? Esingdan chiqdimi? Seni bo'g'moqchi bo'lgandi. Meni eshityapsanmi? Seni o'ldirmoqchi bo'ldi. Nimaga kulyapsan? Voy. Yaxshilab yuvish kerak. Qara, belgilangan tezlikni oshiryapti. Iltimos, mashinadan tashqariga chiqing. Foydasi yo'q. Menga baribir. O'ylamasdan ol. Taslim bo'lmanglar. Urib tushar. Iltimos, mashinani to'xtatib tashqariga chiqing. Iltimos, mashinani to'xtatib tashqariga chiqing. Boshqalar ham bor. Har doim ilmiy fantastik kitoblarni yaxshi ko'rganman. Lekin o'zim ham ulardan biriga tushib qolaman deb o'ylamagandim. Nechta sayyorada hayot bor? Esingda bo'lsin, Anni. Sen ulardan bittasi emassan. Hozircha 12 tasi borligini bilamiz. Men 8 tasi bo'lganman. Yaqinda yangi olamni kashf qildik. 12 ta sayyorani qul qildinglarmi? Bunga boshqacha munosabatdamiz. Boshqa turlar bilan ahil yashashga harakat qilamiz. Shu tariqa omon qolamiz. Biz uchun uyg'unlik muhim. Tezroq hayda. Yo'q, yetib olishini kutyapman.
Tashla, bizga keragi yo'q uni. Ketdik. Deyarli quvib yetgandik. Xonim, bu shafqatsizlik. Bir jonni o'ldirding. Nimanidir qurbon qilishimiz kerak. Bu urush. Bu urush tugadi. Isyon o'z-o'zidan so'nib qoladi. Ular shunchaki qirilib ketishadi. Lekin qalbingda urush g'alayon ko'taryapti. Biz uyga qaytamiz, sen ham qaytasan. Nima bo'layotganini tushunmayapsan. Nazoratni yo'qotyapmiz. Anni, bir narsani so'rasam bo'ladimi? Yoshing nechida? Sizlarni hisobingizda mingdan oshganman. Quyosh bir marta to'liq aylanib chiqishidan salkamroq yashadim. Lekin allaqachon bilaman. Yer shari men bilgan eng ajoyib va murakkab sayyora. Menimcha anchadan beri bunaqa miriqib gaplashmagandik. Nima gap? Hammasi jonimga tegdi. Qani yo'ldan qoch. U xavf emas. Shunaqami? Ha. Aron bilan Brand o'ldi. Chunki iskovchilar uni qidirishyapti. Biz ham halok bo'lishimiz mumkin edi. U o'lishi kerak. Jared. Bunday qilma. Nega endi? Chunki Anini o'ldirsang, Yo'q, Jeymi. Melanini ham o'ldirasan. U hali ham ichida yashayapti. Unga ishonaman. Sizlarni ahmoq qilyapti. Ketdik, Jeymi. Juda afsusdaman. Men xonamga qaytaman. Yo'q. Ko'nikib qoladi. Meni xonamda yashashing mumkin. Shunisi bexatarroq. O'ldirmoqchi eding. Endi himoya qilyapsanmi? Ha, biz odamlar g'alatimiz. Ha, juda g'alati. Senga nima bo'ldi? O'zing urinib ko'rasanmi? Ani. Buni bilib qo'yishingni xohlardim. Senga ishonaman. Rost gapirayotganingni bilaman. Lekin bir narsani so'ramoqchiman. Ikkalangiz ham bir tanada yashashingiz qalay bo'lyapti? Xo'sh, torlik qilyapti. Nimadir bo'lsa xabar qil. Shu atrofda bo'laman. Menimcha unga judayam yoqib qolding. Judayam deganing nimasi? Agar bu menga bog'liq bo'lganda, buni hech qachon bilmagan bo'larding.
Shu yerdaligini bilaman. Ey xudo. Ana uni o'ldirmoqchi emasman. Faqat gaplashaman. Hammasi joyida. U bilan gaplashaman. Uning ismi Ani. Anavi emas. Do'stlaring halok bo'lganda afsusdaman. Ziyon yetkazishni xohlamagandim. Meni kechir. Ani. Mel haliyam ichingda kurashayotganiga Jamie bilan Jeb ishonadi. Bu rost. Rost. Bu yerga men va Jamie uchun kelganingga Jeb telbalardek ishonyapti. Yonimizga Melanini boshlab kelganmishsan. Lekin men senga ishonmayman. Ishongim kelmaydi. Chunki unda uzoqqa tushib qolgan. Buni o'ylab battar qiynalib ketyapman. Lekin bilishim kerak. Melanie o'sha yerdami? Nima bo'lsa bo'ladi. Shu yerdaligimni ayt. Uni sevishimni ayt. Qo'rqyapman. Bilasanmi, Ani? Uni har kuni tushimda ko'raman. Men ham seni tushimda ko'raman. Uni juda sog'inyapman. Uni qaytarish uchun hamma narsaga tayyorman. Shuni bunga toqat qila olmayman. Bu jism uniki. Agar shu ko'zlar bo'lmasa, keyin o'ylab qoldim. Agar undan bo'sa ola olmasam, sendan bo'sa olaman. Поцелую тебя. Что? Нет. Что он делает? Нет. Прекрати. Стой. Сейчас же. Не делай этого. Нет. 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 Yo'q. Bilardim. Mel. Rostdan ham shu yerdasan. Bo'sa olganim uchun tarsak tushirding. Seni sevaman. Javob bera olmaysan, lekin bilib qo'y. Seni sevaman. Endi u ham ishonadi. Lekin bundan yengil tortmadim. Tuzoqdaligimni bilgach, endi ko'proq azoblanadi. Anni, Yashirin. Tezroq, tezroq. Anni. Anni. Ani, bu yerdan qoch. 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 Nima qilyapsan? Qo'y bor. Unda o'ladi. Juda yaxshi. Shunda bizni o'ldira olmaydi. Yordam beringlar. Yordam bering. Omading bor ekan. Ortiqcha shikastlanmagansan. O'lmaysan. Bunga shubham bor, doktor. Nima bo'ldi? Ularga ayt. Shunchaki tasodif. Bu qanaqasi? Yolg'on nimaligini bilmasdinglar-ku. Sirpanib yiqilib ketdi. Bo'lishi mumkin. Ataylab shunday deyapti. Chunki O'zinglarcha nima bo'lganini hammamiz bilamiz.
Kyle uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Qandaydir tushunarsiz sababga ko'ra bu ablahni qutqarib qoldi. Agar shunday bo'lsa, Kyle, ketishga majbursan. Seni o'ldirmoqchi bo'ldimi? Buni o'zi aytmayapti. U bilan yana bir joyda yashashingni o'ylab ko'r. Kyle, ogohlantirib qo'yay. U tomonga hatto qaramay ham. Anchadan beri hech kimni otmadim. Qo'lim rosa qichishyapti. Ishga qaytishimiz kerak. Ketdik, yigitlar. Jeb. Shaharga borish kerak. Iskovchilar ko'payib ketdi. Yo'q, o'tgan safar ko'pchilikni yo'qotdik. Bizga yana namunalar kerak bo'ladi. Kyle'ni o'zing bilan ol. Ketdik, Kyle. Sen bo'lsa, undan uzoqroq yur. Sayr qilishni xohlamaysanmi? Jared mendan uzoqroq yurishini so'ragandi-ku. To'g'ri. G'ir yengiltak ekansan. Ko'zingni ochishing mumkin. Tashqaridamiz. Bu haqiqiy osmon. Menga yoqib qolding, Ani. Sen ham menga yoqasan, ya. Qanday jur'at qilyapsan? Yo'q, unday emas. Hatto ko'proq. Mendan qo'lingni ol. Bema'nilik. Nima qilyapsan? Sezib turibman. Ikkilanyapsan. Hamma gap Jared'dami? Ha, aynan Jared'da. Uni juda sevadi. Senchi? Unga ayt. Ayt. Bu jism uni sevadi. U endi meniki bo'lgani uchun demak men ham sevaman. Lekin men ham o'z tuyg'ularim bor. Ovora bo'lasan, Ani. Аня, нет. Стой! Ты не можешь так поступить. А как же Джаред? Bunday qila olmayman. Melaniga bizni holi qoldirishini aytsang bo'ladimi? Boshqa tomonga qarab tursin. Boshqa xonaga chiqsin. Bir ilojini qilsin. Chuchvarani xom sanabsan. Buni iloji bo'lmasa kerak. Bilasanmi? Axir senga men emas, shu jism yoqadi. Meni sevib qola olmaysan. Agar meni qo'lingga olsang, bundan dahshatga tusharding. Keyin majaqlab tashlarding. Men tushunyapsanmi? Yo'q, unday emas. Аня, нет, это неправильно. Вы же с разных планет. Я помешаю вам. Я сейчас так ему тресну. Странно находиться в теле, которое не в моей власти. Menimcha qaytganimiz yaxshiroq. Avvalroq qayerda eding? To'g'ri aytding. Juda ikkilanyapman.
Mayli. Seni yaxshi ko'radigan o'pganimda ham, yaxshi ko'rmaydigan o'pganimda ham jahling chiqyapti. Umuman gangib qoldim. Kuchim yetadi. Hammasi nazorat ostida. Baribir yenga olmaysan. Jamie, qolganlar qayerda? Bilmadim. Nega aldayapti? U hech qachon aldamasdi. Oyog'ing hali tuzalmabdi. Doktorga borsang bo'lardi. Hozirgina o'sha yerdan kelyapman. Borib yot deb aytdi. Yuvinib kelay. Xonangda ko'rishamiz. Negadir tushunmadim. Doktor nimani o'ylayapti? Jamie sog'lig'idan ham muhimroq narsa bormi? Shoshma. To'xta, Annie. Qayt. U yoqqa kirma. Orqangga qayt. 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 Ularni ham yo'qotdik. Yana kerak bo'ladi. Bas qil. Yo'q. Sizlar maxluqsizlar. Ani! Ani to'xta. Meni tinch qo'y. Yo'qol. Xafa bo'lma. O'lmoqchi bo'lsang, ochlikdan sulay bo'lishing shart emas. To'g'ri. Har doim doktorga borishim mumkin. Boshqa nimani kutganding, Anni? Taslim bo'lishadi deb o'yladingmi? Bu bizning dunyo emas. Urushni boy bergach deyarli qirilib ketdik. Odamlarni qaytarishga urinyapmiz. Lekin noto'g'ri qilyapsizlar. Jonni bunday qilib chiqarib bo'lmaydi.
qilayotgan ishlaring ikkalasini ham o'ldiradi. Nima bo'lganda ham juda afsusdaman. Qo'shni xonada oilamni o'ldirar ekansizlar. Bu yerda qola olmayman. Buni noto'g'ri deb aytyapsan. Ularga boshqa asir olmaslikni buyuraman. Balki bu ham yaxshilikkadir. Sizga ishonsam bo'ladimi? Axir senga ishonyapman-ku. Yana bir gap bor. Melanie, shu yerdamisan? Melanie, qayerdasan? Jeymi yaralandi. Menga keraksan. Men bilan gaplash, yolvoraman, qayt. Sensiz eplay olmayman. Ani. Senga hammasini aytib bermoqchiman. Bu haqda umuman o'ylama. Avval tuzalishi kerak. Xuddi Melaniga gapiryapsan. Hozir Melanie shunday dedimi? Ha. Анни, Срочно поцелуй меня. а как же Мелани? Не волнуйся о Мелани. Нет, поцелуй так, будто ждешь пощечины. Она сопротивляется? Нет, в этом проблема. Мы одни, ее нет. С тех пор, как я выгнала ее из моей головы, она... Боюсь, я потеряла ее. Она злилась, когда ты целовал меня. Я думала, она вернется. Значит, нужно ее хорошенько разозлить. Ko'pchilar. Melanieni yo'qotib qo'ydim. U shu yerdami yo'qmi bilolmayapman. Qaytarishga yordam ber. Ладно. Мелани, я не потеряю тебя. Джаред. Мелани? Эй, хватит!
Мелани, ты меня укусила. Ani, nima balo qilyapsan? Qaytganingdan biram xursandmanki. Meni yo'qotdingmi? 3 kun yo'qolib qolding. Voy bechora-ey, rosa qiynalibsan-da. Jeymiga yordam berish kerak. U kasal. Ketdik. To'xta. Qayoqqa ketyapsan? Unga infeksiya tushgan. Qonga ham o'tib ketgan. Unga dori kerak. Dunyoda endi dori yo'q. Siznikilar hammasini yo'q qilgan. Unga siznikilardagi dori kerak emas. Bunga endi kech. Bizniki kerak. Meni g'ordan olib chiqishing kerak. Menga ishon. Ishon. Qo'limni kes. Xuddi Jemidagi jarohat kerak. Bunday qila olmayman. 1 daqiqada bitib ketadi. Pichoqni undan ol. Buni o'zing qil. Chandig'imdan tanib qolishi mumkin. Uni ham jarohat bilan yashiraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kechirasiz. Dahshat. Noxushlik ro'y bergan. Qo'lingdan keladi, Ani. Men Hakim Skayman. Nima bo'ldi? Yiqilib tushdim-de. Yiqildim deb ayt. Yiqilib tushdim. Qo'limda pichoq bor edi. Bechora. Hozir davolaymiz. Hozir davolaymiz. Jonlantiramiz. Uni chalg'it. Agar malol kelmasa, suv bering, iltimos. Bajonida. Tezroq, ol. Nima deysiz? Ajoyib. Rahmat. Ko'rishguncha. Nega to'xtab qolding? Shoshilish kerak. Nafas olyaptimi? Zo'rg'a. Nima bu? Dori. To'xta, qanday ta'sir qilishini bilmaymiz ham. Nima qilayotganini biladi. Hech narsa qilmasak nima bo'lishini bilamiz. U o'ladi. Doktor. Hammasi joyida. Iltimos. Bo'linglar. Doktor, tezroq. Shunday. Bo'la qol, Jeymi. Ko'zingni och. Iltimos. Jeymi. Salom, yigitcha. Zo'rsiz-ku, doktor.
Ko'p do'konlardan pul to'lamay qochganman. Bundan xursand bo'lishganini birinchi marta ko'ryapman. Menga o'g'irlagan paytlarimiz ko'proq yoqardi. O'yin kulgini bilmaysan, Ani. Yo'q. Wes. Salom darbadar. Iskovich. Menga dori sarfladinglar. O'ldirmaysizlarmi endi? Kutyapman. Yolg'iz gaplashib olsak bo'ladimi? Bu menga ham taalluqlimi? Rozimisan? Tashqarida bo'lamiz. Bir gap bo'lsa, darrov ovoz ber. Ani. Ishonchim komil. Endi sen Melanisan. Axir meni o'ldirmoqchi eding, Melani. Nimani kutyapsan? Seni o'ldirmoqchi emasman. So'roq qilasanmi? Bir narsani bilmoqchiman. Nima uchun? Nega meni qo'yib yubormading? Chunki haq edim. Irodasi bo'shlar qanchalik xatarli ekanini bilaman. Sendan farqli o'laroq men burchimni bajaryapman. O'zim uchun kurashyapman. Ular bilan boshqa dunyolardagidek birga yasha olmaymiz. Buni hammadan yaxshiroq bilasan. Bir o'zing keldingmi? Boshqa qidiruvchilar meni topadi. Xuddi men seni topgandek. Hech kim seni qidirmaydi. G'oyib bo'lsang, sen bilan tahdid ham yo'q bo'ladi. Odamlar xavfsizlikda bo'ladi. Demak, meni o'ldirasan. Ani, nima bo'lyapti? Nimani o'ylayapsan? Mendan hech narsani yashirma. Men bilan gaplash. Anni. Sendan hammasi uchun minnatdorman. O'zingizni oqlashingiz mumkin. Siz ko'zlagan ishni qanday amalga oshirishni bilaman. Siz bo'lsa shuncha odamlarni nobud qildingiz. Tanadan jonni qanday chiqarib olishni bilaman. Nimani bilasan? Nimalar deyapsan, Anni? Men aytgandek qilsangiz, boshqa hech bir jonga ozor bermasangiz, buni sizga o'rgatishim mumkin. Iltimos. So'z beraman. Yana bir narsani so'z bering. Bu sir bo'lib qolishiga qasam iching. Meni o'ldirasiz, doktor. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunday qila olmayman. Qo'lim bormaydi. Faqat shunday qilsak, bilganimni o'rganib olasiz. Ani, kerak emas.
U uxlayapti. Xo'sh, Skouchni o'ldirging kelmayaptimi? Axir u esni boshqa ko'plab odamlarni o'ldirgan. Iloji bo'lsa bizni ham qirib tashlardi. Shuncha odam o'lgani yetar. O'lim emas. Quvg'in. Kechirishimizni xohlaysanmi? Yana qo'yib yuboraylikmi? Shunchaki-ya. Ha. Jon qanday kelgan bo'lsa, shunday qaytib ketishi mumkin. Uni qo'yib yuboraman. Boshqa sayyoraga yetib olguncha, hatto nabiralaringiz ham qarishga ulguradi. Uni har doim kuch bilan chiqarishga harakat qilgansiz. Hamma gap shundaki, uni chiqarib bo'lmaydi. U o'zi chiqadi. Uni avrash kerak. Uni har doim dushman deb hisoblagansiz. Ular buni his qiladi. Uni faqat yaxshilik bilan avrash mumkin. Mehr muhabbat bilan. Yen, yordam ber. Rahmat. Isming nima? Men Laysiman. Men ismim Laysi. Shuncha yildan beri yordamga chaqirardim, lekin hech kim eshitmasdi. Shuning uchun ketishimga yo'l qo'ymadimmi? Ha, unga shunchaki jism kerak emasdi. Menga o'xshaganlar bilan kurashish yo'lini qidirayotgandi. Ayniqsa sen, Melanie. Hech qachon taslim bo'lmading. Tushunyapsanmi meni? Parvozing ko'ngilli o'tsin. Yana uzoq bo'lsin. Ularni har doim olis sayyoralarga jo'natinglar. Ani. Ularni sog'inyapsanmi? Boshqa dunyolarni. Jamie, albatta sog'inaman. Sen ham Melanie'ni sog'inyapsanmi? Nahotki uni qaytarishni xohlamayotgan bo'lsang? U hozir ham shu yerda? Bilasan, to'g'ri aytayapti. Lekin bu yetarli emas. Menimcha olg'a intilish kerak. Ketasanmi?
Lekin yana qaytib kelasan, to'g'rimi? Hech kim baqirmasin deb sizlarni shu yerga to'pladim. Lekin hamma meni eshitishi uchun baland ovozda baqirgan bo'lardim. Qidiruvchidan qanday qutulish mumkinligini bilgach, hech bir jonga ozor yetkazmay, barcha yaqinlaringizni qaytara olishingiz mumkinligini tushundim. Lekin Maanini qaytarib berishim kerakligini ham tushundim. Keyin ketaman. Bunaqasi ketmaydi, Anni. Bizga keraksan. Bizgami yo sengami? Ularga rostini ayt. Bu dunyoni tark etmayman de. Nima qilmoqchiligingni ayt. Endi mensiz ham jismdan jonni qanday chiqarib olish kerakligini bilasizlar. Bu haqda Mel nima deyapti? Har doim o'z hayotini qaytarib olishni xohlagan. Aldayapsan. Ketishim kerak. Hozir hal qilish shart emas. Yana o'ylab ko'r. O'ylab ko'rishga so'z ber. Meni tashlab keta olmaysan. Bu yerda qola olmayman. Seni sevaman. Men ham. Go'yo vidolashyapmiz. Seni juda sevaman. Sog'inib yuraman. Doimo birga kelajak emas, qanday bo'lishi mumkinligini xayol suraman. Shularni qurbon qilishga tayyormisan? Gohida nimanidir qurbon qilishga majbur bo'lamiz. Yo'q, seni qo'yib yubormayman. Melanie bilan gaplashib olishimga imkon ber. U berdi yo'q. Sendan bo'sa olishim uchun bu yerdan chiqdi. Tushunyapsanmi? Seni ko'ndira olmaymanmi? Yo'q. Doktor, endi kech. Hayotim tugadi. O'zingga tegishli bo'lmagan jismda 1000 yil yashash qanchalik og'irligini bilsangiz edi. Ani. Azizam. Ha, azizam. Yolvoraman, kerak emas. Jared va Jamie'ni yonida bo'lishni xohlamaysanmi? Hammasi bunday tugamasligi kerak. O'lmasliging kerak. Boshqa dunyolarga ketishim mumkin. Buni o'zing aytganding. Rahmat. Lekin boshqa sayyoraga yetib olgunimcha sen, Jamie, Jared, Ian men uchun nihoyatda aziz insonlar allaqachon olamdan o'tadi.
Sensiz yashashni xohlamayman. Seni yaxshi ko'raman. Judayam. Men ham yaxshi ko'raman. Hayotimda uchratgan eng beg'ubor qalb o'zingsan. Hatto inson bo'lmasang ham. Koinot sensiz xira tortadi. Baxtli bo'l, Melanie. Baxtli bo'l. Shunday hayot kechirganingdan so'ng nihoyat o'lish uchun arzigulik sabab topdim. Alvido. Ani. Ani, meni eshityapsanmi? Men kimman? Kimman? Bu sensan. Salom, Anni. Melanie. O'zingga qaramoqchimisan? Xuddi avvalgidek sochlaringni o'ynayapsan. Va'dangizda turmadingiz, doktor. Ular shunga majbur qilishdi. Hayotini saqlab qoling deyishdi. Axir begonalar hayoti boshqa tortib olinishini xohlamayman degandim. Tortib olmading. Bir oydan beri jismlardan jonlarni chiqarib olyapmiz, lekin uning tanasidan jonni chiqarganimizda uyqudan uyg'onmadi. Jism jonsiz edi. Unga seni joylab qutqarib qolish mumkin edi. Jismni o'ldirmading. Unga hayot berding. Kallamda gapirmasang g'alati bo'lar ekan. Nimani o'ylayapsan, Ani? Qanchalar baxtiyorligimni. Какой странный мир. И удивительный. Наш мир отличается ото всех, где они побывали. С их точки зрения, люди лишь инопланетяне. Пока один из них не находит способ жить среди нас. Интересно. Bir necha oydan so'ng sizga ushlar. Hech kimga tegmaymiz.
Hamma chiqsin. Janob, Chiqinglar. Tezroq. Oy, ko'zingizni olyaptimi? Sen odamsan. Odam. Unchalik odam emas. Sizni asir olishdimi? Ha, yo'q. Asirmasman. Ularni do'stiman. Ular odam. Xuddi sizlardek. Boshqa omon qolganlar yo'q deb o'ylardik. Biz ham. Yana 3 ta guruhni topmagunimizcha. Sizlar 4-inchisiz. Boshqa tomonga o'tgan faqat menman deb o'ylardim. Ko'ngling qayerda taskin topishini hech qachon bilmaysan. Автор сценария и режиссер Эндрю Никкол.